Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Anchagina tanaffusdan so'ng C# ga bag'ishlangan darslarimizni davom etamiz. Darslar Visual Studio 2010 dasturlash muhitida olib boriladi. Bugungi darsda o'zgaruvchilar bilan tanishishni davom etamiz. Darsimiz davomida o'zgaruvchilarning turini bir turdan boshqa turga o'girish hamda konstantalar bilan tanishib chiqamiz. Darsimiz uchun konsol turidagi proyekt tayyorlab qo'ydim. Darsda o'tiladigan kichik bo'limlar kodlari sharhlab qo'yilgan. Demak, darsimiz davomida kerakli kodni sharhdan ochib ishlatamiz. Darsni boshlaymiz. O'zgaruvchilarning turini bir turdan boshqa turga o'girishda ba'zi vaqtlarda kengaytirish va toraytirish ishlatiladi. Kengaytirishda o'girilgan turda oldingi turdagi qiymat to'liq saqlab qolinadi. Misol uchun, int 32 turidagi o'zgaruvchini int 64 turiga o'giradigan bo'lsak, bu o'girish to'liq amalga oshiriladi. Chunki int 64 turi int 32 dan ko'ra ko'proq ma'lumotni sig'dira oladi. Shuning uchun bunday turdagi o'girishni kodini aniq yozilmasa ham, kompilyator o'girishni avtomatik tarzda amalga oshiradi. Bunga misolni ko'rib turibmiz. Bu yerda int 32 va int 64 turlaridagi o'zgaruvchilar e'lon qilingan. Keyin int 64 o'zgaruvchisiga int 32 o'zgaruvchisining qiymati berilmoqda. E'tibor bering, bu yerda turni o'girish kodi ishlatilmagan, balki int 32 turidagi o'zgaruvchining qiymati int 64 turiga avtomatik tarzda o'girilmoqda. Undan keyin console writeLine metodi yordamida int 64 o'zgaruvchisining qiymati konsolga chiqarilmoqda va console readKey metodi yordamida foydalanuvchini biron bir tugmani bosishi kutiladi. Keling, dasturni ishlatamiz. Mana konsolda 65000 ni ko'rib turibmiz. Demakki, int 64 o'zgaruvchisiga int 32 o'zgaruvchisining qiymati berildi. Xohlagan klavishani bosadigan bo'lsak, dastur o'z ishini to'xtatadi. Toraytirishda o'girilgan tur o'girilayotgan turning qiymatini to'liq sig'dira olmaydi. Misol uchun, agar integer turidagi o'zgaruvchini short turiga o'girsak, ma'lumotlarning bir qismini yo'qotishimiz mumkin. Bu holda kompilyator o'girishni amalga oshira olmaydi. Shuning uchun o'girish kodini aniq yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, kengaytirishda o'girish kodini yozish shart emas. Toraytirishda esa o'girish kodini yozish shart bo'ladi. O'zgaruvchilarni bir turdan boshqa turga o'girishni 3 xil yo'li mavjud. Birinchisi cast yordamida. Bunga misol ko'ramiz. Keling, avvalgi kodni sharhlab qo'yamiz. Shu tugmani bosamiz va keyingi bo'limni sharhdan ochamiz. Bu kodimizda ikki turdagi o'zgaruvchi bor. 10 qiymatiga ega bo'lgan short turdagi o'zgaruvchi va 50 qiymatiga ega bo'lgan int turidagi o'zgaruvchi. Demak, ma'lumot turini o'girish uchun o'girilishi lozim bo'lgan o'zgaruvchini oldida qavs ichida kerakli tur yoziladi. Shu tarzda ma'lumot bir turdan ikkinchi turga o'giriladi. Yuqorida aytib o'tilgandek, bu kodda short turdagi o'zgaruvchiga int turidagi o'zgaruvchi qo'shilib, natijani short turiga o'girilmoqda. Demakki, natija qiymati toraytirilmoqda. Undan keyin short o'zgaruvchisi konsolga chiqarilmoqda. Keling, dasturni ishlatamiz. Mana konsolda short o'zgaruvchisining qiymatini, ya'ni 60 ni ko'rib turibmiz. Bu yerda qo'shish amalga oshirildi va natija short o'zgaruvchiga berildi. Undan so'ng short o'zgaruvchisi writeLine metodi yordamida short o'zgaruvchisining qiymati konsolga chiqarildi. Convert klassi ma'lumotni bir turdan boshqa turga o'girish uchun ishlab chiqarilgan maxsus klass hisoblanadi. Convert klassi .NET frameworkda ishlovchi barcha tillarda mavjud. Bunga misol ko'ramiz. Keling, bu kodni ham sharhlab qo'yamiz va keyingi kodni sharhdan ochamiz.
Ko'rib turganimizdek, bu yerda integer va string turidagi o'zgaruvchilar e'lon qilingan. Integer o'zgaruvchisiga 5 qiymati, string o'zgaruvchisiga esa string.empty, ya'ni bo'shlik qiymati berilmoqda. Undan keyin convert klassining toString metodi yordamida int o'zgaruvchisining qiymati string o'zgaruvchisiga o'girilib berilmoqda. Keling dasturni ishlatamiz. Natijada konsolda 5 yozildi. Ya'ni int o'zgaruvchisining qiymati toString yordamida stringga o'girilib, string o'zgaruvchisiga berildi va konsolda string o'zgaruvchisining qiymatini ko'rib turibmiz. Convert klassida bir qancha statik metodlar mavjud. toString ulardan biri hisoblanadi. Convertdan so'ng nuqta qo'yadigan bo'lsak, o'girish uchun ishlatiladigan metodlarni ko'rib turibmiz. toByte, toChar, toDateTime va boshqa metodlar. Bular hammasi ma'lumotni bir turdan boshqa turga o'girish uchun ishlatiladi. Parse va tryparse metodlarini ham, misol uchun tekstni songa o'girishda ishlatish mumkin. Keyingi kod bo'limiga o'tamiz. Parse metodini ko'rib chiqamiz. Bu yerda string va int turidagi o'zgaruvchilar bor. String o'zgaruvchisini int turiga o'girish uchun parse metodi ishlatilmoqda. Parse metodi int turiga mansub. Ya'ni int turini yozib nuqta qo'yilsak, parse va tryparse metodlarini ko'rib turibmiz. Qavsning ichida parse metodiga string turidagi o'zgaruvchi berib yuborilmoqda. Ko'rib turganimizdek, string o'zgaruvchisining qiymati 70 tekstga teng. Ya'ni bu 70 ni o'zi emas, balki qo'sh tirnoqning ichidagi 70, ya'ni tekst. Va parse metodi yordamida ushbu 70 teksti haqiqiy 70 soniga o'girilmoqda va natija int o'zgaruvchisiga berilmoqda. Keling dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana natijani ko'rib turibmiz. WriteLine metodi yordamida int o'zgaruvchisining qiymati konsolga chiqarilmoqda. Keyingi bo'limga o'tamiz. Buni sharhlab, keyingi sharhlangan kodni sharhini olib tashlaymiz. Tryparse metodi ham xuddi parse metodi kabi o'zgaruvchini turini o'girib beradi, lekin uni farqi tryparse metodida o'girish natijasini avvaldan bilib olish mumkin. Ya'ni o'girilish natijasiga qarab ish tutishimiz mumkin. Masalan, faraz qilaylik, foydalanuvchi dasturga o'z hisobidan qancha pul olish kerakligini kiritish lozim. Agar foydalanuvchi sonni o'rniga tekst kiritib qo'ysa, xatolik yuz beradi, chunki tekstni songa o'girib bo'lmaydi. Ushbu kodda foydalanuvchi hisobidan yechib olmoqchi bo'lgan mablag' kiritish so'raladi. Ya'ni WriteLine metodi yordamida ushbu so'z konsolga chiqadi va kiritilgan ma'lumot tekst o'zgaruvchisiga beriladi. Ya'ni konsol readline yordamida foydalanuvchi kiritgan tekst o'zgaruvchisiga string turidagi o'zgaruvchisiga beriladi. Undan keyin tryparse metodi yordamida tekst o'zgaruvchisining qiymati son o'zgaruvchisiga beriladi. Ko'rib turganimizdek, son o'zgaruvchisi float turiga mansub. Avval boshdan u 0 ga teng. E'tibor bering, bu yerda float turini tryparse metodi ishlatilmoqda va aynan shuning uchun ham son o'zgaruvchisi float turida e'lon qilingan. Ya'ni tryparse metodi qaysi turdagi tryparse metodi ishlatilgan bo'lsa, uning ichidagi out yordamida ishlatiladigan o'zgaruvchi ham o'sha turga mansub bo'lishi lozim. Shundan so'ng agar o'girilish muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, ya'ni tryparse metodi tekst so'zini son o'zgaruvchisiga o'gira olsa, buni natijasi boolean turidagi son kiritildi o'zgaruvchisiga berib yuboriladi. Avval boshdan son kiritildi false ga teng. Demak, agar o'girilish muvaffaqiyatli amalga oshsa, son kiritildi true bo'ladi. Undan so'ng if yordamida son kiritildi o'zgaruvchisining qiymati tekshirilmoqda. Agar u true bo'lsa,
konsolga falon miqdordagi pul hisobingizdan yechib olindi degan so'z chiqadi va bu yerda string format metodi ishlatilmoqda. Ya'ni mana bu 00 ga tekst o'zgaruvchisi qo'yib yuboriladi. Aks holda agar o'g'irlash amalga oshirilmasa, ya'ni misol uchun foydalanuvchi sonni o'rniga biron bir tekstni kiritib qo'ygan bo'lsa, else blokidagi kodimiz ishlab ketadi. Bunda pul miqdori noto'g'ri kiritildi degan so'z konsolga chiqariladi. Keling tekshiramiz. Misol uchun 3400 deb yozsak, o'g'irlash muvaffaqiyatli amalga oshirildi va ko'rib turganimizdek 3400 pul miqdori hisobingizdan yechib olindi degan so'zni ko'rib turibmiz. Yana bir marta tekshiramiz. Endi bu safar sonni emas, balki biron bir tekstni kiritamiz. O'g'irlash muvaffaqiyatli amalga oshirilmadi. Shuning uchun ham konsolga pul miqdori noto'g'ri kiritildi degan yozuv chiqdi. .NET frameworkda o'zgaruvchilar xotirada saqlanishiga qarab ikki xil turda bo'lishi mumkin. Bular value va reference turlari. Afsuski bu iboralarni o'zbek tilidagi tarjimasini topa olmadim. Value turidagi o'zgaruvchilarda ma'lumotni o'zi saqlanadi. Bu ma'lumot stackda, ya'ni xotiradagi shu o'zgaruvchi uchun ajratilgan maxsus joyda saqlanadi va xotirada uni aniq o'lchami bo'ladi. Integer, float, decimal, boolean bular hammasi value turida saqlanuvchi o'zgaruvchilar hisoblanadi. Reference turidagi o'zgaruvchilarda esa ma'lumotni o'zi saqlanmaydi, balki ma'lumot heap degan joyda saqlanadi. Heap bu xotiradagi o'zgaruvchan dinamik bo'lgan maxsus joy. Bunday turdagi o'zgaruvchilar uchun xotiradan ularga yetarlicha bo'lgan joy ajratiladi. Ya'ni aniq joy emas, balki yetarlicha joy ajratiladi. Ma'lumotni o'zi xotirada saqlanadi. O'zgaruvchida esa shu ma'lumotni xotiradagi adresiga reference, ya'ni ссылка saqlanadi. String va object turidagi o'zgaruvchilar va klasslarning obyektlari reference turida bo'ladi. Reference turidagi o'zgaruvchilarga so'rov bo'lgan vaqtda avval ularni xotiradagi heapdan izlab topish lozim bo'ladi. Albatta bu narsa foydalanuvchiga bilinmagan holda yuz beradi, lekin baribir reference turidagi o'zgaruvchilarning ishlashi value turidagi o'zgaruvchilarga qaraganda sekin bo'ladi. Endi darsimiz so'ngida konstantalar bilan tanishib chiqamiz. Konstantalardagi ma'lumot dastur ishlash davomida o'zgarmasdan saqlanadi. Konstantalarning qiymati e'lon qilinishi bilan belgilanadi. Misol uchun bu yerda keling kodimizni saqlab qo'yamiz va konstantaga ajratilgan kodni ochib qo'yamiz. Bu yerda string turiga mansub bo'lgan about konstantasi e'lon qilingan va unga dastur haqida degan tekst berilmoqda. Bir vaqtni o'zida bir nechta konstanta ham e'lon qilish mumkin. Ushbu misolda int turidagi oylar, haftalar va kunlar konstantalari e'lon qilingan.